خاننىڭ مۈڭگۈز تەقسىماتى. İt böre, şir törü başçılığıdaki göğüşxor hayvanlarının adını berip, otlaqda asayişlikka erişken at, töge, qoy, öşk qatarlıqlar ortaq kengişiş arqılıq atni otlaqqa padişah qılıb saylaptı. Şuningdan keyin otxor hayvanlarning baxt saodatli turmushi boshlanibdi. Otlaqdagi ajiz yavaş bir elning zaman odatining turkisida qo'lni qo'lga tutib, mo'rini mo'riga tirab, ming jafo mushaqqatda o'z arkiga qaytib, xonlik qurganligidan xabar topgan uchar qushlar podshohi o'pibdan tortib, dengiz mamlakatining shohi toshbaqagacha hamma otlaq podshohligini olqishlab, Xonga tabrik yo'llabdi. Salam Xon muborak. O'ltiribsiz taxtga. Barcha o'txo'r qarindosh erishibdi baxtga. Erkinlikning ta'mini tetibsizlar angladik. Chin baxtning yo'lini tepibsizlar angladik. Shu topshatliq bahridan qut yig'ibdi o'tlaqqa. Xushalliqda keng jahon tar kelibdi bo'tlaqqa. Qo'shni ellardan to'xtamay kelayotgan alqishnomlar o'tlaqdagilarni texim umidlantiribdi. Xonadonlikning gullab yashnashiga bo'lgan ishonchisini oshiribdi. Hamma o'tlaq uchun jon fido qilishga qasam qilishibdi. Bir kuni kechqurun Xon ko'ngil puhralarning sadoqatmanlik bilan o'ziga agishib, go'shxo'r hayvonlarning hayvisini sundirib, ularni mag'lub qilish jarayonida ko'rsatgan fidokorligini qayta eslabdi. Mayli mushu o'tlaqda tug'ilib o'sganlar bo'lsin, mayli keyin ko'chib kelganlar bo'lsin, hammasi bu qatimqi jangda Xonda ajoyib yaxshi ta'sirlarni qoldiribdi. To'gidan tortib bo'tlaqgacha, o'shkidan tortib o'g'loqcha. Hammaning itboqligi, xonga bo'lgan itoatmanligi Xonni to'lim suyuntiribdi. Xon o'yla oxiri bu qatimliq jangda alohida fidokorlik ko'rsatgan bir necha polvonni tartiblab, o'tlaqdagilarning g'ayrat jasoratiga opirin o'qish niyatiga kelibdi. Atiganda Xon vazir Qachirni chaqirib, quloq solg'in Qachirboy, men tushirgan farmonga darhol berib yetkizgin o'tlaqdagi har jonga. Ashu kuni janggohda jabbo chekdi hamma al. Xulosa shu yorliqdan al ichini kezib kel. Selishtirib baholab, yurtdoshlarga qarab chiq. Ushbu jangda kimningki to'ypisi jiq, kuchi jiq. To'ypisi zo'r besh do'stni tartuqlayli xonliqdan. Adil bo'lsin baholash, gap chiqmasin orliqdan. Debdi. Jangda to'ypisi zo'r bo'lgan besh do'stni tanlab, Munguz bilan mukofotlashni taplab yo'lga sapdi. Vazir Qachir Xonning yorliqi bo'yicha o'tlaqdagi jimi elni o'tlaqning kun petish tarafidagi qeri chinarning tuviga yig'ib, Xonning yorliqini yetkazibdi. O'tlaq xalqi Xonning yurtdoshlarga qilgan tunji shafoatidan suyunib, jangda to'ypisi zo'r bo'lgan qarindoshlarni baholab tanlashga kirishibdi. U yan kengishib, bu yan kengishib, yurtdoshlarning ko'rsatgani bo'yicha buğa, karkidan, o'chka, qo'y, o'kuz, eshak qatorliq 6 polvon tanlab chiqilibdi. Tanlanish adil, yurtdoshlarning baholab chiqqan nomzodlarning jangda ko'rsatgan to'ypisi haqiqatan zo'r bo'lg'achqa, vazir Qachir al ro'yi bo'yicha oldingi 4 munguzni buğa, karkidan, o'shka, qo'y qatorliq 4 polvonga taqdim qildi. Amdi gap oxirgi bir munguzni o'kiz bilan eshakning qaysisiga berishdi qapdi. O'kizga beray desa, eshakning to'kpisi uningdan qilishmaydi.
Eshakka beray desa, öküzmü bu qıtımlıq cangda albatta boş kelmegen. Bu ishda Qechir vazirning beshi qattiq qatibdi. Yurtdoshlarmu har ikkisining to'kpisini nazarda tutib, bu ishda yenilik qilsa, cho'qim bir qayrindishi o'val bo'lganligini pamlab, oxirgi tanlashni vazir Qechirga qo'yib, ortiqcha fikrni rad qildi. Bu qatimliq hukmni to'g'ri chiqara olmay, o'tlaqdagilarning so'z chechki qilishdan ansirgan vazir Qechir darhol ayni ahvolni Xonga ma'lum qildi. Salom shoyim Aqbozat, sunay sizga ma'lumot. Sabdoshlarga Münguzni qildim mundaq taqsimat. Xabaringiz bor xalliqdan. Chiqim qildik 5 Münguz. Tanshab berdim do'stlarga, kelishtirib 100 Buğunun bo'ldi atshayim. Siz buyurgan Şah Münguz. Kerkidanning ilkida qaldi qattiq taq Münguz. O'shk aldi hilqi. Xanjarsman Münguzni. Berdim haras qo'shqarga, chambarsman Münguzni. Baha so'zda tang chiqdi. Öküz bilan eshak boy. Eshib qolgan Münguzni qaldim taqsim qilolmay. Qaldi shunga Müngüzsiz. Eshak bilan bo'z öküz. Bək qattirdi beshimni, iga 2 bir Müngüz. Darhol yorliq bersingiz. Qaysi loyiq Müngüzga? Yoki Müngüz bermamdiq eshak bilan öküzga. Qechir vazirning ma'lumotini anglagan Xon tamkinlik bilan biroz o'ylanib, yana yorliq tushiribdi. Yarliq öküz eshak boy. Hamra bo'lsin insonga. Ishlab bog'da, etizda yordamlashsin dehqonga. Mahallada o'tkazsin 40 kecha kunduzni. Qaysi yaxshi ishlasa, shuningga ber Münguzni. Vazir Qechir Xonning yorliqini ilib, o'tlaqqa xalqni qayta jam qilib, al jamoatga chakarlabdi. Yorliq tushdi Xondan. Öküz bilan eshak boy. Yordamlashar dehqonga mahallada 3-4 oy. Rozi qilsa qaysi ang? Ol dehqonni kuchida. Amra bo'lib etizda qisqa muhlat ichida. Shu oladi Münguzni. Alsamiga sap qo'ydim. Ushbu yorliq shartini. Dehqonga deb qo'ydim. Qani öküz eshak boy. Atlaninglar safarga. Nesib qilsin ilohim erishishga zafarga. Öküz bilan eshak boy vazir Qechirning o'rinlashtirishi bo'yicha o'tlaqdagilar bilan xo'shlashib, mahallaga qarab yo'l oldi. Har ikkisi o'z xiyoliga tutqun bo'ldi. Eshak o'z-o'zicha. Men degan xonning yuqori darajalik qarovuli. Öküzdek oddiy puhraning men bilan Müngüz talashish salohiyati yo'q. Xon shakl uchun öküz ikkimizni ba'zlashtirayotgan chig'i. Bu tartuq hamma menga mansub deb o'ylabdi. O'z ko'nglini o'z xush qilib, yo'liga ravon bo'ldi. Öküzmu bu qatimliq tanlashda shalinib, Müngüzga erishalmismi? Xon yorliqini o'rindashning o'z uchun cheksiz baxt ekanligini his qilib, uni mahallaga oldirabdi. Ular manga mahallaga kelib, dehqon bilan ko'rishibdi. Bu ikki hamroning kelishidan oldin xabar topgan dehqonmu ularni nihoyat qizg'in kutib oldi. Shunda qilib, eshak bilan öküzning mahalladagi yangi turmushi boshlanibdi. Aradan hafta o'tibdi. Dushanba kech bo'lib, yana dushanba tong etibdi. Bu dal etiz baranglarda amgak qaynaydigan chaq bo'lg'ashqa, dehqon eshakning yeniga kelib, o'z bilan etizga birga chiqib ishlashni o'tinibdi. O'tlaqdan mahallaga kelguncha to'xtamay yo'l yurib,
herib ketgan eshakka diqqan bilan etizga chiqib ishlash ancha xo'shaqmay mundaq debdi. Xafa bo'lmang bugun, herib ketdim bak. 2 hafta to'liq dam elishim kerak. Chiqsin siz bilan buguncha o'küz. Kelar qatimda chiqay %100. Eshakning so'zini anglagan diqqan ortiqcha gap so'z qilmayla udul o'küzning yoniga kelib. Salam o'küz bay, jabduning chapsan. Etizga chiqib tartimiz sapan debdi. Aq ko'ngil o'küz bay diqqanning tunji qatim o'zini yordamga chaqirganligidan xushal bo'lib, uning bilan billa etizga chiqibdi. Sapan so'rab yer og'diribdi. Diqqan bilan etizda kashkicha ishlabdi. Etizda amgak bir necha kun davomlashibdi. Eshak har qatim yo'qalang bahani ko'rsatib etizga chiqmabdi. Uningga etizda ishlamay qotanda yetib, tayyor xashakni yeyish qattiq rohat bilinibdi. Avval xiyoli bo'yicha Müngüzning hamon o'ziga mansub ekanligini panlab, uxlamay tush ko'ribdi. O'küz har qatim diqqan bilan jafo mushaqqatda rohat farog'atda billa bo'libdi. Diqqan bilan tang turib, tang yetibdi. Gayi etiz beshida, gayi hamon qashida tunabdi. Kun mush holda kech bo'lib, mush holda tang yetibdi. Bir kuni diqqan eshak bilan o'kizga yem xashak tayyorlab, oldi bilan eshakning yeniga kiribdi. Diqqan xilidan beri eshakni mo'ldirga kelib olsin deb qo'noq berib kelgachga, eshak bugunmi diqqanning yana kundagidek qo'noq elib kelganligini ko'rib. Bilsangiz diqqan, 40 ta yeshim, qattiq qo'noqqa o'tmaydi tishim. Bo'lsa tayyorlab, bersingiz yo'pdan. Bo'lmaydi israb, qo'noqmi obdan. Eshakning so'zini anglab, uning etizda ishlamay, tayyor qo'noqni yaratmay, mug'ambarlik qilayotganligidan ochiqlangan diqqan, qaynonamning tishi yo'q, to'shga amroq, mushugimning puli yo'q, go'shga amroq degandek, bir oydan beri mijozim yo'q deb etizga chiqib ishlamadim. Bag'dironga kelib olsin deb, obdan baqsam, tayyor qo'noqni yeyish eg'ir kelgan bo'lsa, ala buni ya, debdi-da. Tasqimasdan bir g'alva samanni eshakning oldiga qo'yib, qo'noqni ilib chiqib ketibdi. Diqqan shu ochiqida o'kizning yoniga kiribdi. Aq ko'ngil o'kiz oldingi kuni bergan yem qashaklarni pak-pakiz yeb bo'lgan ekan. Buni ko'rgan diqqan o'kizning bu xil oddiy sotilqidan suyunib, qo'noqni uning oldiga qo'yibdi. Qandaq mijozing, turg'ansan obdan. Yaxshi xizolan, tartsan sapan. Roziman sendan, tarting ko'p japa. Ranjitgan bo'lsam, bo'lmag'in xafa. Ko'z oldida unchi marjandek paqirab turgan sap-sariq qo'noq dinini ko'rgan o'kiz darhol diqqanning ko'nglini rad qilib debdi. Siz yeng qo'noqni, men yeyman saman. Ishlayman sizga, bo'lsamla aman. Xonning yorliqi sizni xo'sh qilish. Yo'qdir tamoyim, Müngüzni elish. Diqqan o'kizning aq ko'ngil oliy janobligidan qattiq ta'sirlanib, ko'ziga yosh elibdi. O'kizning beshini silab, uni erkiltibdi. Shunda qilib, otxon bergan muhlat to'shibdi. Otlar xalqi eshak bilan o'kizning mahaldagi hamma ishlardan xabardor bo'lib turg'ashqa, ortiqcha talash-tortish qilmayla, oxirgi bir Müngüzni diqqanning ko'rsatmasi bo'yicha o'kizga beribdi. Vurun eshak shu kundan boshlab Müngüzsiz qoldi.